Agar siz belingiz, bo'yningiz yoki oyog'ingiz tez charchaydigan bo'lsa, mana shu kreslo sizning hayotingizga juda ham katta o'zgarish olib kiradi. Hozir men sizga buni 2 daqiqada tushuntirib beraman. Bu juda ham aqlli kreslo. Hozir buni qulayliklari bilan sizni tanishtiraman. Ko'rishingiz mumkin, bu kreslomiz bo'yningizdan tortib to oyog'ingizgacha juda ham ideal massaj qiladi. Undan tashqari belingizdagi og'riqlar, to'plangan tuzlar, oyog'ingizdagi og'riqlar va qon aylanishlari shularga juda ham zo'r foyda beradi. Kreslomizni displeyini ko'rishingiz mumkin. Yosh katta odamlarga juda ham boshqarish oson. Bu kreslomiz 10 ta avtomatik rejim bilan ishlaydi. Bundan tashqari 5 ta ruchnoy rejimlari bor. Yana ham qulay tomoni, knopkalar bilan boshqarishingiz ham bo'ladi. Bu yerdan avtomatik rejimlar almashtirishingiz mumkin, nagrevlarni yoqishingiz mumkin va spinkasini ko'tarib yoki tushirishingiz mumkin. Ochiq qilib aytganda, juda ham idealni uyingiz uchun yaxshi mebel va sog'lig'ingiz uchun juda ham zo'r investitsiya. Va bu funksiyasida massajning vaqtini belgilasiz bo'ladi. Xohlasangiz 20-25 minut, yarim soat, 5 daqiqa shunga qarab belgilash qilsangiz bo'laveradi. Bu modelimizda rolik gibi bo'ladi. Yevropa va Yaponiyalarda bu modellarni uy shifokori deb ataydi. O'zingizga uy shifokori xarid qilishingizni tavsiya qilamiz. Ochig'ini aytganda, 10 million dunyoda bizni boshqa odamlar qiladi. Ayniqsa kun bo'yishlar charchaydigan odamlarga juda ham zo'r. Agar siz ham sanab ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring yoki menga aloqaga chiqing. Hozir issiqqina chegirmalarimiz bor.